Assalomu alaykum akalar, ukalar. Bugun 22-aprel. Qo'qon Moshta Mozordamiz. Like bilan podpiskani bosinglar. Kim Telegram gruppalarga qo'shib qo'ysa, o'sha Telegram gruppada qishloqda kanali bo'lsa, men yangi videolardan tashab turaman do'stlar. Sizlarga manfaatli bo'ladi. Podpiskani boslang, savol sizlarga xabar kelib turadi-da, podpiskani bosmasalaring sizlarga SMS kelmaydi. Tezkor zo'r video qo'ydi deb sizlarga SMS kelmaydi. Biz syomkamiz boshladik, ko'p vaqtlarni olmayman o'rtoqlar. Iloji boricha ko'proq video qilaman, qo'ldan kelgancha. Kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Bag'doddan Dehqon akamiz chiqibdi do'stlar. 2008-yil ishlab chiqarilgan Damas Labo pulzarlar ekan, dehqonchilik ekan. 3000 ga bo'lsa beraman deyapti. Mana. Kimda hisobi chiqsa 3000 dollarga bo'lsa olib ketinglar. 2008-yil ishlab chiqarilgan metani bor. Aka generallik berasizmi? Egasini gaplashib beraman. O'tgan yil olganman, u yangi edi. Damas Labo bu. Damas Labo. Egasi o'tkazgan paytimda Qozoqda edi, o'tgan yil olgan paytimda. Moskva akkumulyatorlar joyida. Hammasi dahshat. Shu oxirgi narxi 3000 men, 3000 dan kam yo'qmi aka? Yo'q, shunga o'zi. Shunga to'g'ri keladi. Telefon nomeringiz. 93lik 151 9000. Shu raqamlarga aloqaga chiqib, Bag'dodlik Dehqon akamizga premium aloqaga chiqaverasizlar, qolgan ma'lumotni olarsiz o'rtoqlar. 2002-yil ishlab chiqarilgan. Mana holatni ham ko'ryapsizlar, yaxshi turibdi, balonlari yangi ekan. Orqaga mana charamlar ham qo'yilgan. Qoplamalari, chexol poliklari hamma yo'q bo'lgan ekan. Mana. Moslari yaxshimi aka? Ozgina bor, ustina qilingan ekan. Dugalari bor ekan. Yangi 15 kun. Akkumulyator yangi qo'yib qo'ydingiz-a? Yangi 15 kun. Varianti ham bormi? 2000 puli bor ekan. Ha, ijabda yordam qilamiz, biror oyga. Narxi nech pul deyapsiz? 3800 dollardan tushib beraman deyapti. Hisobi chiqqanlar akamizga aloqaga chiqib qolgan ma'lumotni olurasizlar. Nomeringizni ayting. 90lik 90lik 509 2002. shu raqamlarga telefon qilaveringlar. Faqat generali chiqadi. Ha, chiqadi. Generali qilib berakan o'rtoqlar. Hammalarga omad tilaymiz. Biz syomkamizda davom etamiz. 2018 Damas Labo 4700 dollardan narxini tushib beradi. 13 balolar qo'yilgan, holatlari yaxshi turibdi. Moslari yaxshimi aka? Yo'q. Karabkasi-chi? Karabkalar ham joyida. Ichlari yaxshi ekan-a? Yurgani ham o'ziniki. 127 ming yurganmi? Yo'q-a? O'ziniki. 127 ming halol yurgan ekan o'rtoqlar mana. 127 ming halol yurgan. Buni endi nima qilamiz ekan? Nech pul qilishdi? Yo variant bormi? 4300 qilishdi aka. 4300 qilishyapti. Generali chiqadi? Chiqadi. Uchulga qilib berasiz. Xolos o'tkazib olsin. 2000 puli boriga variant yo'qmi? Yo'q. Nomer ayting. 95lik 95lik 008 008 80 11 11. 11 raqamlariga telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqing o'rtoqlar. 2007-yil ishlab chiqarilgan, holat yaxshi holatda turibdi. Balonlar yumshoq ekan. Ko'rgan odam uzoqdan uni yangimikan deydi. Qoplamalari bo'lgan, chexol poliklari bo'lgan, mana shunaqa holatlari, barlar qo'yilgan. Tevalari ham bo'lgan ekan mana o'rtoqlar. 200 elektron men yurgan ekan aka. Moslar yaxshimi, karabkalari? Ha, yaxshi. Motorlari ham yaxshi aka. Hammasi. Nech puldan tushib berasiz? 4200. 4200 dollardan tushib berasiz. Variant qami? Variant. Variant yo'q, 3000 pul borgan yo'q. Faqat shatarga bo'lsa, gap yo'q. Mos karabka motorlari yaxshi ekan, 4200 dollardan narxini tushib berish ekan. Mana. Yazbe? Mashinani ko'ryapsiz holatlarini, sandiqchalarigacha qo'yilgan. Aka nomerni aytasizmi? Ayting aka. 93lik 006 71 13 raqamlariga telefon qilib o'rtoqlar aloqaga chiqarasizlar. 2014 Damas Laboni 4700 dollardan narxini tushib berishadi. Aka generali chiqadimi? Aha, bo'ladi. Generali ham bo'ladi? Generali ham bor ekan. O'lik chexollar hamma yo'q bor. Aka variantchi variant. Yo'q, naqd. Variant qilaylik, bir 3000 puli bor ekan, xatayapti. Mayli, 15 ga. Hozir sezon keldi, bir oyda qilib berishadi aka. Mana. Metallar ham bor ekan. Aka mustovoz yo'qmi musti? Mustovoz yo'q ekan. Ramala suyunib bo'lgan sandiqchalari bor. Metalni ham dahshat ekan, va shkattasini qo'yilgan ekan. Aka nomerni ayting. 91lik 97 697 2067. 2067. Telefon qilisharsan aka. Bo'ldi. Xullas nuqsoni yo'q-a, moz karabka motor joyida Tinch, deyapsiz. ovozi yo'q. Ovoz yo'q. 3000 puli bori chiqsa, bir oylar, bir ikki oylarga shetda o'zimiz Kelishaveramiz. bo'ldi gap. 2022-yil ishlab chiqarilgan Petnos bor. 133 ming yurgan, 6300 dollardan narxini tushib beradi. Zavodskiy balonda listlar qo'yilgan. Ichiga keladigan bo'lsak, polis chexollari bo'lgan ekan.
Mana. Aka nech pul qilishdi? Bir narsa qilishyaptimi? Nech pul qilishdi aka? 5700 dollar qilyapti, 22 ekan. 133 ming yurgan. Moskva akkumulyatorlari joyida generallik berasizmi aka? Generallik beradi. Nima deysiz hoji aka? Yaxshi. Osoliydigan payt kelib qoldi. Oliydigan Xonasi kelib qoldi. Obunachilarga nima deb qo'yasan obunachilarga? obunachilarga qo'shilaversin. Qo'shilaversin ha? Davom etaveringlar. Telefon nomeringizni ayting aka. 94lik 400 1503 raqamlariga telefon qilaveringlar bemalol. Biz davom etamiz. 2012-yil ishlab chiqarilgan koreyskiy variantlaridan 4800 dollarga berishmayapti. Kraskasi qaytida? Orqa bortda bor. Qiziq tarafi dehqonchilik aka. Dangaran mashinasi xohlagan dokumentini qilib berasiz. Yurgani qanaqa? Ha, yangi Qur'onniki. Yurgani 280 ming. 280 ming halol yurgan Moz karabka motorlari joyida. Ha, generalni uchilga beraverasiz. Kimga koreyskiy kerak bo'lsa, zavodskoy propanmi? O'zgarmagan. Metan ham qo'yilmagan. Metan qo'yilgan. Metan qo'yilganmi? Metanga ham, propanga ham. Metanga ham, propanga ham o'rtoqlar mana. O'sha Damas Laboga 4700 kam bor deb turganlarga ozgina qo'shsalaring mana shu koreyskiy olib ketasizlar do'stlar. Bularni bilasizlar qana chiqqanini. Bu ABZ ham konditsioner bormi buni? Ishlaydimi konditsioner? Ana konditsionerlar ham ishlaydi. Endi ramma holatiga kiradi, qolmasa umuman muammo yo'q. Akkumulyator ham yangi qo'yilgan ekan. Metani bor, metanga ham, propanga ham dokumentali chiqadi o'rtoqlar. Kimga ma'qul kelsa, Premay Dehqon akamizga aloqaga chiqinglar, qolgan ma'lumotni olasizlar. Nomerda. 94lik 3.0 9015. Telefon qilavering o'rtoqlar bemalol. 6800 dollarga sotildi, 23, 37 ming halol yurgan, 33 ming halol yurgan. Mana akalarimiz olishdi. Tentlarga ham ruxsatlar bor-a? Aka nasib qilsin yaxshi kunlarga mining. Mana. 2016-yil ishlab chiqarilgan, akamizga barterga o'tgani uchun arzonroq beraman ukam deyapti. 4500 dollarga bo'lsa o'rtalar olib ketinglar. Kraskasi toza, 120 ming yurgan, halol yurgan. O'sha sizlar xohlagandaqa kalta bortdan. Kimga ma'qul kelsa, Damas Laboni narxida beraman deyapti. Puli zarar ekan, 120 ming provek. Moskarabka motorlari joyida aka. Kimga ma'qul kelsa, sirroshni olib ketinglar, xohlagan dokumentlarni qilib beradi. 3 yillik general qilib berasiz aka. Nomerni ayting. 91lik 695 1002 raqamlariga telefon qilib 4500 dollarga shuni olib ketinglar. Nimaga 4500 dollar deyapman? Sababi akamiz 4400 dollarga narxini berishmoqda. 500 ga berish ekan. 7200 dollarga sotildi. 2025 30 ming yurgan dehqondan foydalanganiga o'tdi o'rtoqlar. Do'stlar, bu Premay Dehqondan ekan. 2022-yil ishlab chiqarilgan Samasval. Bilasizlar, bular variantini bemalol ko'taraveradi. Xohlagan dokumentlarni qilib beradi. Uchilga ham qilib berasizmi? Aka bitta ishlatingchi obunachilar ko'rib maza qilsin. 2022 hisobini qilib olasizlar. Yurgani qanaqa? Yurgani endi nimasi yo'q. Aka bu qaychi nima vazifani bajaradi? Qaychi shu tahlama. Tahlama vazifasini keyin abaqa tashamasa vazifasini bajaradi. Ovoz ham chiqmayapti aka. Baquvvatlik uchun. Bozorda bir narsa qilishdimi? Endi mena xudolasa yangi takliflar. Akalar dehqonniki ekan. Akamiz olishgan ekan. Ancha bo'ldi olganingizga. O'zimni boshlayman. O'zingiz boshlayapsizmi? Nomingizda? O'zim nomimda. 3 yilga 0 dan generallik qilib beradi. Maygo ilovasiga kirib generallik qilib bersangiz aka, maslahatim, ertaga jarima bali sizdan ketmaydi. U yoqdan ketaveradi. Shuni e'tiborga olib ketaman. Polik chixollari bo'lgan, holatlari yaxshi. 446 ming yurgan. Moz karabka motorlar qanaqa aka? Yaxshi, xudolasa. Moz karabka motorlari joyida ekan. Metallari bor. Aka keyin shuni 5,5 ming demangda 22 ekan, mashinangiz yaxshi ekan, dehqonchilik ekan. Shuni ozgina kelishtiraylik, naqd pul berib olib ketadi ekan. Bo'laverami? Yili qiziqda buni 22 ekan yili. Qarang aka, ham dehqonchilik deyapsiz. Plus shulga general beraman deyapsiz. 1 tonna, 1,5 tonna ko'taradi aka javob, xudolar. Metan propani bor. Ya, metan propan ham dokumentlari bor. Bor. Ana o'rtoqlar, bunaqasi kamdan kam bo'ladi. O'z uchun qilgan ekan, propanlari nimalar? Buni nima foydasi bor? Misol 500 ta qishib kelyapsiz-da, qo'lma-qo'l tushirotmaysiz-da. Shuni og'diraverasiz. Pisokdimi, shag'aldimi, qizig'i yo'q. Lekin puliga arziydi ekan. Narxi ham unaqa qimmat etishga yo'q, arzon ham etishga yo'q. Endi nomerni qoldiraman, o'zlaring kelishaverasizlar. Nomeringizni aytib o'ring aka? 77lik 365 8603 raqamlariga telefon qilib, Bog'dodlik dehqon akamizga premiya chiqarasizlar. 2023-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza, yurgani 123 ming halol yurgan. 6500 dan akamizga iltimos qildim, ozgina tushib berishadi aka. Moskarabka motorlari joyida generali beriladi. Semishkada avvalinglar semishkalar.
6500 dollardan narxini ozgina tushiradi. Necha pul so'rash bozor bo'lsangiz aka? Bir 6000 necha pul qoldi? 6050 gacha qilishdi. 6050 gacha qilishyapti. Keyin shuni variant qilsak bo'lmaydimi? Bir 4000 pul borgan faqat naqd pulga sotiladi aka. Mana 2023 balonlar yumshoq listlar qo'yilgan, polis chixollari bo'lgan ekan, metallarigacha bor. Xullas mashinada hech qanaqa rasxoti yo'q. Aka 5000 bersin, qolganini bir oyda qilib bersin. Nima deysiz? Gilos sezon keldi-da mana. Bo'laverami? Ishimiz shunga kelishaylik. Nomer 94lik 054 0004. Shu raqamlarga aloqaga chiqib, faqat oluvchilar telefon qilsin orqali. Bunisi nechaki? 24 ga 25, 60 ming yurgan, Aha. 8000 kami bor. Gap yo'q. Bunisi aka. 22 Aha. 100 ming yurgan, 7000 kami bor. Narisi 23 130 ming yurgan, 6000 kami bor. Yana bitta bormi? Narigisi 9000 deyapmiz. Gap. 25. Laboni makoni akamizda ekan, o'rtoqlar, aloqaga chiqinglar endi. Xoloslaring 5000 pullaring bo'lsa, faqat bunga aka. Qolganlariga narsa yo'q, faqat naqd pulga sotiladi. O'sha raqamga aloqaga chiqirsin. O'shanga chiqarsin. Gap yo'q. Oxir to'rtta raqam necha edi? 0004. Gap yo'q. 2025-yil ishlab chiqarilgan, ataga 25 ming yurgan. Kraskasi toza aka. Kraska toza, generali chiqadimi? Chiqadi. Generali chiqadi, plus 7700 dollardan narxini tushib berishadi. Mana 25 ming yurgan. Kamroq probeyda farqi shundaki, kamida 6-7 yurganingizdan keyin probeyga 50 ming bo'ladi. O'shaning uchun probeyga qarab olinglar o'rtoqlar. Yili shunaqa ekan desa, bir xil narxga pishmaylar hech qachon. Mashinani probeygi bilan kraskasi narxini belgilab beradi. Telefon nomeringizni ayting. 95lik 95lik 966 966 45 raqamlarga telefon qilaveringlar. 2025-yil ishlab chiqarilgan, balonni ham bitta hisobini qilib qo'yasizlar. Kamida 1,5 million turadi. Yangi balon, listlar qo'yilgan, polis chixollari bo'lgan. Yurgani qanaqa aka? 39 ming halol yurgan polis chixollari. Xullas narxi 7500 dollar bo'lsa hisoblanib chiqsa beraveraman deyapti mana. 39 ming yurgan. Aka variantimiz qilib beramizmi? 5000 puli bor chiqsin aka sizga aka. Bag'i sezon kelyapti. Kimda 5000 puli bo'lsa halol narsa savdoga unaqa razilsa, katta razilsa qilmaydigan holatda akamiz qilib beradi. Iltimos qilishdim obunachilarga. Metallari ham bor ekan. 3 yilga 0 dan general qilib berasiz. Ana o'rtoqlar. Telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar, qolgan ma'lumotni olasizlar. Aka nomer ayting. 99lik 101 1586 raqamlariga telefon qilib, hattoki petnosi ham, miyat iynasi ham yo'q ekan mana. Bitta mashina 7200 ga 7300 ga sotilib ketsa, bu qimmatlagan demanglar. Baloniga, keyin rasxotlarga bitta e'tibor berasizlar. O'sha rasxot sizlar ham qilasizlar.